ijodga, ovozga va iste'dodga ega bo'lgan bolalardan tashkil topgan. Ular Madina va Kamola juftligi. Ikkalasini ham ovozi bir-birini to'ldiruvchi ovoz hisoblanadi va shu bilan bir qatorda ikki xil xarakterga ega bo'lgan ovoz. Madinaga to'xtaladigan bo'lsak, Madina tayyorgarlik jarayonida uni yana bir imkoniyatini o'zim uchun kashf etdim. Menga uni talqini juda ham ma'qul keldi. Yomg'ir qo'shig'i Madinaning ovoziga juda ham mos kelgan va juda ham chiroyli tarzda uni ijro etyapti deb bemalol ayta olaman. Kamola esa jaz yo'nalishida birinchi bosqichimizda qo'shiq ijro etgan edi. Kamolada shu holat kuzatildiki, aynan yomg'ir qo'shig'ini talqinida ham jaz elementlaridan foydalanishga harakat qildi. Самым ярким впечатлением в первом туре это было, конечно, то, что все судьи сказали «да». И перед выступлением я испытывала очень такое напряжение и волнение. Вот. Хотела я пойти к Мансуру Ташматову, если бы он был в наставниках. Я пошла к нему. Я бы хотела быть похожа на Севара Назархан и Адель. Мне очень нравится их творчество и их голоса. Yomg'irlardan charchagan shahar, uxlab qolding, yig'lab qon yutib, ko'ringanda ufqda sahar. Men taqdirdan hech nolimayman, garalmasdi shomga to'ngimni. Uzoqlarda qolgan jonimni, men taqdirdan hech nolimayman, garalmasdi shomga to'ngimni. Olib keldi bu oqshom bilan, uzoqlarda qolgan jonimni. Yomg'ir yog'di, mayda maydalab, mayda mayda bo'ldi yuragim. Ko'ngil ko'cha qayta qaytalab, sevasam deya so'radim. Yomg'ir yog'di, mayda maydalab, mayda mayda bo'ldi yuragim. Ko'ngil ko'cha qayta qaytalab, sevasam deya so'radim. Sen hech narsa qilmading talab, menga o'rgilding qo'shiq ko'zimdan. Sening qora sochlaring silab, shu tun kechdim hatto o'zimdan. Qiynaladi oftobni kutib, yomg'irlardan charchagan shahar. Sen ketasan qayga qon yutib, meni qayga
boshlaydi sahar, qiynaladi oftobni kutib, yomg'irlardan charchagan shahar, sen ketasan qayga qonitib, meni qayga boshlaydi sahar. Yomg'ir yog'di mayda maydalab, mayda mayda bo'ldi yuragim, tong otguncha qayta qaydalab, sevasanmi deya so'radim. Yomg'ir yog'di mayda maydalab, mayda mayda bo'ldi yuragim, tong otguncha qayta qaydalab, sevasanmi deya so'radim. Yomg'ir yog'di mayda maydalab, mayda mayda bo'ldi yuragim, tong otguncha qayta qaydalab, sevasanmi deya so'radim. Yomg'ir yog'di mayda maydalab, mayda mayda bo'ldi yuragim, tong otguncha qayta qaydalab, sevasanmi deya so'radim. Umumiy olib qaraganda men shaxsan qoniqdim ijrodan. Charchoq evazigami, hayajon evazigami, ba'zi bir joylarda endi inson tabiiy holat bu. Hattoki yoshi katta ijrochilarda ham bunaqangi ko'zi tutilmagan notalar eshitilinishi mumkin ba'zida. Xuddi shunga o'xshagan. Lekin men shaxsan bularning yoshidan, bularning imkoniyatidan kelib chiqqan holda ijrodan shaxsan men qoniqdim. Ijro yaxshi bo'ldi. Qo'shiqni o'zlariniki qilib olishdi. Eng muhimi shu. Maza qilishdi. Qilish bor muhimi. Juz'iy kamchiliklar, endi buni kamchilik deb atasa bo'ladi professional nuqtai nazardan qaraganda. Lekin yoshlariga nisbatan yaxshigina baho qo'ysa bo'ladi. Demak, tanishtirib o'tsam navbatdagi ishtirokchilarimizni. Adilova Madina hamda G'ayratova Kamolaxon. Hakamlar hay'atiga murojaat qilamiz endi. Ijro etgan qo'shiqlari qay darajada ma'qul bo'ldi yoki kimga ovoz beramiz? Pastda eshitilgan fonogrammada bu o'rtasida bir modulyatsiyasi bor ekan. U modulyatsiyasini eshitmasdan men ham tusha olmasdim uni. Haligi ovoz pastligidan, lekin baraka topkir Madina topdi, o'sha notani topdi-da, to'g'ri toza ijro etishga harakat qildim. Nima deydi? Men o'ylaymanki, kelgusida yaxshi san'atkor bo'lib yetishadi. Bugun men ovozimni Madinaxonga beraman. Rahmat. Man o'zimni ovozimni Kamolaxonga beraman. Rahmat. Sog' bo'ling. Kamola bo'g'inlarda yoki so'zlarda o'rtasida nafas olishga tayyorgarligi bo'lmaganligi uchun shu ijroda mana shu narsa bilinib qoldi men nazarimda. Shuning uchun men bu qizimizga ovoz bera olmayman. Madinaxonga ovoz beraman. Madinaxonda shu narsa to'liqroq bo'ldi. Shuning uchun bu qizimizga beraman, Madinaxonga. Rahmat. Ularga omad tilaymizda ovozni Madinaxonga beramiz. Rahmat. Demak, umumiy xulosadan shu fikrga keldikki, demak, bugungi ishtirokchilarimiz ichida g'olibimiz deb biz Madinaxonni bilar ekanmiz. Kamolaxon, sizga ham omad tilab qolamiz. Ustozlarni bergan o'gitlarini esdan chiqarmaysiz degan umiddamiz. Omad yor bo'lsin. Rahmat.